Qolaylaştırılgan iman yürüşlük 4. kısım Allah'ın peygamberlerini ve elçilerini biliş. Abduri Şeyh Muhammed el-Cibali. Kiriş söz. İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Sünen-ü Nesa'i 1589 numaralık hadisden. Tercümesi: Barlık hamd sana Allah subhanahu ve taala xastır. Allah'a hamd sana eytimiz. Allah'tan yardım tileyimiz. Allah'tan günahlarımızı kechirim qilishini tileyimiz. Allah sığınıp nefsimizden şerrinden, emellerimizden yamanlıqdan panah tileyimiz. Allah hidayet qilgan adamni hiç kişi azdıralmaydı. Allah azdırgan, yani haqni körüpme qabul qilmagan fasık adamni hiç kişi hidayet qılalmaydı. Ve eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Tercümesi: ve guvahlık bermen ki Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Ve yana guvahlık bermen ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bendisi ve elçisidir. Ya eyyühellezine amenu ittaqullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Tercümesi: ey müminler, Allah'a layık ravişte takvadarlık kılınlar. Fakat Müslümanlık haltınla bilenla vefat bulunla. Sure Ali İmran 102. ayet. Ya eyyühen nasu ittaqu rabbakumullezî halakakum min nefsin vâhideh ve halaka minha zavcaha ve bethe minhuma ricalen kethîren ve nisâ'eh. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tercümesi: ey insanlar, sizlerni bir insandan, yani Adem aleyhisselamdan yaratkan, şu insandan, yani öz cinsinden onun cüptini, yani Havva'nı yaratkan ve uladın, yani Adem bilen Havva'dan nurgun ayallarını yaratkan Rabbinlardan korkunlar. Bir-birinlardan ners soraganda nam bilen soraydigan Allah'tan korkunlar. Sil rahimni üzüp koyuştan saklanınlar. Allah hakikaten silani, yani bütün ahvalınlarını küzüp turguçudur. Sure Nisa 1. ayet. Ya eyyühellezine amenu ittaqullaha ve kulu kavlen sedida. Yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum. Ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faze fawzan azima. Tercümesi: ey müminler, Allah'tan korkunlar, doğru sözünü kılınlar. Allah sizlerning amellaringlarni tuzaydi. Yani sizlerni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Sure Ahzab 70-71 oyatlar. Shuningdan keyin: inna asdaqal hadisi kitabulloh ve ahsanal hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tercümesi: çoxum ki sözün en yaxşısı Allah'ın kitabıdır. Yolunun en yaxşısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoludur. İşlarının en ziyanlıqı din qoşulgan yeniliklardır. Din qoşulgan barlıq yenilik bid'atdır. Barlıq bid'at azğınlıqdır. Barlıq azğınlıq devzaqtıdır. Ata-analarga ve muharibçilarga tavsiye.
Haqiqiy muarifning muddaasi. Haqiqiy muarif birovning ilmini oshirib, diniga bo'lgan tushunchisini yaxshilaydigan muarifdir. Haqiqiy muarif shaxsga o'zining yaratilishidagi hikmatni va uning bu hayotdagi rolini texmi yaxshi tondirdi. Haqiqiy muarif shaxsning qalbida haq bilan botilni ayiradigan kuchlik e'tiqod, uni haqqi bo'ysunib, botildan qochishga majburlaydigan kuchlik iymon shakllantirdi. Haqiqiy muarif jamiyatning ta'xirsiz ehtiyojidir. U tunji avlod musulmonlar erishgandek muvaffaqiyat va izzat hurmatga erishishning oldingi shartidir. Hozirgi islomiy darsliklardagi xatoliklar. Yuqorqidek nishonlarga ega muarifning musulmonlar orasida asosan yo'qolganligini ko'rish haqiqatan ichinishliqdir. Bu sohaga boshlamchilik qilayotganlarning ko'pinchisida sap islomiy bilim va basirat kamchil. Ularning qalbida ular import qilingan islomiy kimlikni ig'ir darajada burmalaydigan bir talay muarif nazariyalari bilan to'ldirmoqchi bo'lgan bo'shliq mavjud. Haqiqatan hozirgi mavjud islomiy darsliklarga va bolalar o'qishliqlariga ko'z yugurtganda ro'shan bir masalani bayqag'ili bo'ladi. İslomiy balalar muarifida to'g'ri usul va materialni tanlashda ig'ir qalaymaqonchilik bor. Biz nurg'un islomiy balalar kitoblarining temillarining sehrgarlik va xurofiylik, botil aqida va urf-odatlar, tarixiy yolg'onchilik va tuhmatlar, kishini bezar qiladigan o'y fikrlar yoki islom diniga zid bo'lgan diniy yoki ideviy e'tiqod bilan niqoblangan tashabbuslarni ko'rdiganligini bayqaymiz. Ixtiloflarni hal qilish. Mana mushular bizning so'yimlik yoshlarımızga atab, mavjud yetersizliklarni to'liqlaydigan va mavjud ixtiloflarni hal qiladigan kitoblarni yozishimizga turtki bo'ldi. Boshqa nashr buyumlarimizga o'xshash biz bu kitoblardami Allah subhanahu va taolaning kitobi, Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnati va haqiqiy islom ulamalarining to'g'ri tushunchasidan iborat sahih manbalarni asos qilamiz. Biz bu kitoblarda oddiy til ishlatamiz va hukmlarni tushunishlik usulda ifodalaymiz. Shundaqla bu jarayonda o'z ichiga olgan doirasining to'g'riligi va ko'lamiga ta'sir yetkazmaymiz. Shu vajidan bu kitoblarni boshlang'ich va o'rta maktablarda darslik qilishga to'limi mos keladi. Uningdan boshqa ularning o'zgacha lohillanishi va nurg'un mashq savollari ularni foydali bilim ilish va ko'ngil etish manbasiga aylantirdi. Qolaylashtirilgan iymon tushunchasi. Qolaylashtirilgan iymon tushunchasi yurishlik o'qishlari Jibril alayhissalom hadisida tilga ilingan iymonning 6 turiki, ya'ni rukunini o'z ichiga oladi. Shundaqla shuningga aloqador ba'zi temalarni tafsiliy sharhlaydi. Mazkur material Qur'on va sunnatdan tanlangan sahih hadislarni asos qilgan. Mazkur kitoblarning tili yengil bo'lib, balalar va yoshlarga o'xshash so'zlik miqdori cheklik kishilarmi uni o'qib tushunadi. Mazkur yurishlik o'qishliqlar iymonning 6 turkini va shuningga munosabatlik tuvandagi temalarni o'z ichiga oladi. Birinchi, al-ilmu billah, ma'nosi Allohni bilish. Ikkinchi, ma'rifatul malaika, farishtalarni tonish. Üçüncü, ma'rifatu kutubillahi vel Qur'an. Ma'nosi Allah'ın kitaplarını ve Qur'an'ı tanış. Dördüncü, ma'rifatu enbiyaullahi ve rasulihi. Tercümesi, Allah'ın peygamberlerini ve rasullarını tanış. Beşinci, ma'rifatu yevmel ahir. Tercümesi,
Qiyomat kunini tonish. 6. El-imanu bil-qadai vel-qadri. Tarjimasi qado va qadarga iymon etish. O'rganishga va hukmlarni tushunishga qulaylik yaratish uchun yurishlik, o'qishliklarning ichidagi har bir kitob, bob, bo'lak va paragraflarga ayrilgan. Uningdan boshqa har bir bob shu hukmlarni ta'kidlaydigan, takrorlaydigan mashqlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli osonlashtirilgan iymon tushunchasi, yurishlik, o'qishliklari maktab va shaxslar uchun ishonchlik, qimmatlik o'rganish materiali manbasi bo'la oladi. İnşallah. Teşekkürname. Barliq hamd sana bu emgekni tamamlashni osonlashtirgan Rabbimiz Allah subhanahu va taala xosdir. Shundaqla Allah subhanahu va taoladan bu emgekni har qanday shaklda qo'llab-quvvatlagan musulmonlarga ko'p ajr ato qilishini tilayman. Bo'libmi Abdullah al-Jibalining bu kitoblarning birinchi nashrining muqovasini loyilaganligi, qizlarimning bu kitobning korrektorligini qilganligi uchun Alloh subhanahu va taoladan ularga ko'p ajr ato qilishini tilayman. Alloh subhanahu va taolaning bu kichikkina amgigimizni musulmonlar uchun foydali qilib berishini, ayiblarimizni afu qilishini, xizmatlarimizni nifoq va kibrdan yiroq qilishini va uni bizdan qabul qilishini tilaymiz. Rabbimiz bizni va barliq mu'minlarni afu qilgan, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga rahmat va aminlik yog'dirgan. Muhammad Mustafa al-Jibali Hijriya 1423-yili Rajab ayining 24-kuni, miladiya 2002-yili 30-sentabr. Birinci bab İmanның 4-cü töriki. İmanның 6 töriki. Mazkur yurishlik o'qishliqlarning birinchi qismi Allohni bilishda biz imanның 6 töriki haqida qisqacha to'xtalgan edik. Bu 6 törik, ya'ni rukun Jibril alayhissalom hadisida bayon qilingan bo'lib, ayni chaqda Jibril alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yeniga kelib, uningdan iymon, ihson va qiyomat to'g'risida so'ragan. Imanның 6 töriki tuvandikilardir. Allohga iymon etish, farishtalarga iymon etish, samoviy kitoblarga iymon etish, payg'ambarlarga iymon etish, qiyomatga iymon etish, taqdirga iymon etish. Biz yuqoriqilarning hammasiga iymon etishimiz kerak. Allah subhanahu va taala tuvendiki oyatda bularning dastlabki to'ytini bayon qilgan. Tarjimasi: Payg'ambar Rabbi tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmu iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Sura Baqara 285-oyat. Andın Allah subhanahu wa ta'ala bularning 5'ini tuvendiki oyatda bayon qilgan. Tarjimasi: Sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish yaxshi amalga kirdi. Sura Baqara 177-oyat. Bu türik, ya'ni rukunlarning har qanday biriga iymon keltirmaganlar mu'min emas, kafirdir. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda shunday deydi. Tarjimasi: Kimiki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladigan, u qattiq ozg'on bo'ladi. Sura Nisa 136-oyat. Haqiqiy mu'min Allah subhanahu wa ta'alaning barliq payg'ambar va elchilari, ya'ni rasullariga iymon keltirish kerak. Payg'ambar va elchi, ya'ni rasullarga iymon keltirish
iymonning 4-turiki. Shundaqla bu kitobning bosh temasidir. Payg'ambar va rasulning aniqlamasi. Arabchadagi ma'nosi. Arabchada payg'ambar nabiy deyiladi. Nabiy degan bu so'z xabar yoki uchur ma'nosidagi naba kalimasidan kelib chiqqan. Shu vajidan nabiy, ya'ni payg'ambar Allah subhanahu va taala tarafidan alohida uchur berilgan kishi deganlik bo'lib, uningga berilgan bu uchur vahiy deb atiladi. Rasulning arabchasimi o'xshashla rasuldir. Rasul risolatni, ya'ni payg'ambarlik xabarini yetkazguchidir. Allah subhanahu va taolaning rasuli, ya'ni Rasululloh kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun Allah subhanahu va taolo tarafidan xabar ilib kelguchi deganlikdir. Bu xabar uning vahiy orqali yetib keladi. Vahiy payg'ambarga Allah subhanahu va taolo tarafidan berilgan ilm vahiy deb ataladi. Vahiy payg'ambarlarga tuvandagi 3 xil shaklning biridan nozil bo'ladi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Allah har qandoq odamga faqat vahiy orqali yoki parda orqasidanla yoki bir elchini avatib o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqali so'z qilgan. Allah haqiqatan mahluqotlarning sifatlaridan ustundir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Shuara 51-oyat. Bu oyatda vahiyning 3 xil shakli bayon qilingan. Birinchisi ilham. Bu Allah subhanahu va taolo bevosita payg'ambarlarning diliga solgan ilmdir. Ikkinchi, bevosita so'zlashish. Bu xil ahvolda Allah subhanahu va taolo bir payg'ambariga bevosita so'z qiladi. Lekin payg'ambar Allah subhanahu va taoloni ko'rolmaydi. Allah subhanahu va taolo Musa alayhissalomning musha haqdagi voqeasini bayon qilib shundaq deydi. Tarjimasi: Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan va Rabbi uningga bevosita so'z qilgan chaqda, Rabbim menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay dedi. Allah aytdi: Meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan. Sura A'rof 143-oyat. 3. Bir farishta vahiyni payg'ambarga ilib tushdi. Bu vazifani ado qiladigan farishta ko'pincha hollarda Jibril alayhissalomdir. Vahiy mushu 3 shaklda eng ko'p nozil qilindi. Payg'ambar bilan rasulning orasidagi farq. Payg'ambar bilan rasulning orasida qanday farq bor? Bu haqda ulamolar o'xshamagan ko'z qarashda bo'lgan. Biz tuvandagi qoidalar bilan tanishib chiqish orqali bu haqda eng yaxshi tushuncha hosil qila olamiz inshaalloh. Birinchidan, payg'ambar bilan rasul hukmi ko'pincha jihatlarda o'xshash. Masalan, bu ikkilisi vahiy qabul qiladi. Ikkilisi o'zi qabul qilgan vahiy orqali kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklashga buyurilgan. Ikkilisi rostchilik, sabrchanlik va samimiylikka o'xshash esil axloqlarga ega. Ikkinchi, Allah subhanahu va taolo payg'ambarlar yoki rasullarni bayon qilganda, bu odatda Allah subhanahu va taolo vahiy nozil qilgan va uni kishilarga yetkazganlarni ko'rsatdi. Bu ma'nodan aytganda, bu ikki ibora o'xshash ma'noni bildirdi. Uchinchi, shundaqdimi payg'ambar bilan rasulning orasida haqiqatan farq bor. Chunki Allah subhanahu va taolo ba'zi oyatlarda bu ikkisini farqli holda bayon qilgan. Masalan, Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi:
biz senden ilgiri evetken qaysi bir rasul, qaysi bir payg'ambar bo'lmasin, u Allah Teala nazil qilgan oyatlarni o'qigan chaqda şeytan hamon uning qiroatiga shubha soladi. Sura Haj 52. ayet. 4. Barliq payg'ambarlar va rasullar o'xshashla kishilarni aqida va axloq degandek dinning o'rtaq ul asoslarini ado qilishga chaqirgan. Allah subhanahu va taala avatgan barliq payg'ambar va rasullar ilib kelgan aqida va axloq o'lchimi o'xshash edi. 5. Allah subhanahu va taala o'xshamagan davrda, o'xshamagan qavmlarga har xil shariat bekitgan. Allah subhanahu va taolaning shariati qavmlarning ahvoliga ko'ra har xil bo'lgan. Gerçi her bir yeni şeriat, fiqh ve hüküm cihetlerde o'xshamagan ko'rsatmalarni o'z ichiga olsa-mu, lekin ular aqida ve axloq cihetlerde o'xshash edi. 6. Biz payg'ambar bilan rasulning orasidagi farqni ta'kidlamoqchi bo'lganda shunday deymiz. Rasul Allah kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun Allah subhanahu va taolo tarafidan yangi shariat, ya'ni risolat nozil qilingan kishidir. Payg'ambar o'zidan ilgariki rasulga nozil qilingan shariatni kishilarga o'rgatish uchun avatilgan, ammo o'ziga ayrim shariat nozil qilinmagan kishidir. Şeyh Albani rahimahulloh bu haqda shunday degan. Payg'ambar o'zidan ilgariki shariatni davomlashtirish uchun avatildi. Rasul bo'lsa kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun Allah subhanahu va taolo tarafidan yangi yoki ko'ni bir shariat bilan avatildi. As-Sahih 6-bir jild 369-bet. 7. Şu veciden her bir rasul öz nüvitide payg'ambardir. Çünkü u Allah subhanahu va taolo o'ziga nozil qilgan shariatni kishilarga o'rgatishga buyurilgan. Lekin payg'ambarlarning hammasi rasul emas. Çünkü bazı payg'ambarlar yangi shariat elib kelmagan. Biz bu kitobda asosan payg'ambarlar bilan rasullarning o'rtaq sifatlari haqida to'xtalamiz. Ham shu sababdan payg'ambar bilan rasuldan iborat bu ikki iborani almashtirib ishlataveramiz. Shuning bilan bir vaqtda biz yana rasullarga xos ahvol ko'rilganda buni alohida eslatib o'tamiz inshaalloh. Payg'ambarlarga iymon keltirish, ularning ba'zisini ba'zisidan ayirib etmaslik. Allah subhanahu va taolo barliq payg'ambarlar va rasullarga istisnosiz holda iymon keltirishni musulmonlarning iymonining bir qismi qildi. Payg'ambar va rasullarning hammasi qavmini to'g'ri yo'lga boshlash uchun Allah subhanahu va taolo tarafidan tanlangan. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubga ve ularning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musaga berilgan Tevratga, Isaga berilgan Injilga ve payg'ambarlarga Rabbi tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar ve Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Sura Baqara 136-ayet. Biz cho'qim Allah subhanahu va taoloning barliq payg'ambarlarga iymon keltirishimiz kerak. Ularning orasini ayirib etsak ve ularning ba'zisini yaxshi ko'ramiz, ba'zisini yaxshi ko'rmaymiz desak bo'lmaydi.
biz çoxum ularning hammasini birdek yaxshi ko'rishimiz kerak. Allah subhanahu va taala shunday deydi. Tarjimasi: Payg'ambar Rabbi tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmu iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allah'ның payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Sura Baqara 285-oyat. Kimki payg'ambarlarning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qiladigan, u mu'min emas, kafirdir. U jannat kirolmaydi va do'zaxda azoblanadi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: Shubhisizki Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar Allah bilan uning payg'ambarlarining orasini Allohga ishonib payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ajirtib o'tmoqchi bo'lganlar, payg'ambarlarning ba'zisiga ishonamiz, ba'zisiga ishonmaymiz deguchilar, uning ya'ni iymon bilan kufrning orasida o'ttir yo'l tutmoqchi bo'lganlar, ana shular iymonni da'vo qilgan taqdirdami rostdanla kafirlardir. Kafirlarga xo'rlig'ichi azob tayyorladik. Sura Nisa 150-151-oyatlar. Payg'ambarlarga iymon keltirishning samaralari. Biz payg'ambarlar haqida to'g'ri aqidaga ega bo'lish orqali qanday manfaatlarni hosil qila olamiz? Ularning dinimizda qanchalik muhim o'rin tutadiganligini bilib olamiz. Ularni insonlarning eng yaxshilari deb qaraydigan bo'lamiz. Ularni yaxshi ko'radigan va hurmatlaydigan bo'lamiz. Ularni o'zimizning haqiqiy rahbarlari deb taniydigan bo'lamiz. Ularning yo'liga ergishishga intilamiz. Ularni o'zimizning o'rniki va ulgusi qilamiz. Jannatda ular bilan birga bo'lishni orzu qiladigan bo'lamiz. İmam İbn Qayyim rahimahulloh shunday deydi. Dunyo yoki oxirat hayotida payg'ambarlarsiz baxt va muvaffaqiyatga erishish mumkin emas. Payg'ambarlarsiz yaxshini yomondan ayirg'ili bo'lmaydi. Payg'ambarlarsiz, ya'ni ularga ergashmasdan Allah subhanahu va taolaning qabul qilishiga erishgili bo'lmaydi. Payg'ambarlarning yetakchiligi va o'gitlariga tayanmagan har qanday yaxshi so'z, amal va axloq foydasizdir. Kishilarning so'z amallari payg'ambarlarning so'z amallariga asosan o'lchinishi kerak. Ularga bo'lgan ehtiyoj badanning ruhga, ko'zning ko'rish quvvatiga yoki insonning hayotligiga bo'lgan ehtiyojidan kuchlidir. Buni faqat qalbi hayot kishilarla his qilib yetalaydi. Zadul Ma'ad 1-jild 15-bet. La ilahe illallah.